Әмді сәкінімізге çıkmakçı болған майырымыз кімді? Диққатыңла davamlıq ekranımızda болсын. Muzika hayatımga en güzel melodiyalarni yazdığan ayrılmaz hemrahimdir. Ben Hasancan. Muzika arkalık nurgulgan güzel düşlerimni reallıkka aylandırdım. Muzika arkalık hayatımga medet verdim. Muzika arkalık mınlıgan, türmünlügan alkış ve kollaşlarga eriştim. Doyun aptitalda tarqatqan her bir qısqa video hayatımның kartinisi. Ben dereceden taşqiri tor çolpanları arqılıq köpçülükке eng lirik ko'zlarimni so'g'itirish bilan birga hozirgi eng moda bo'layotgan torda naq maydonda ko'rsatib mal setishni o'rganish uchun keldim. Kuşlar ene sayredi, ben yaxşı yaşavatmam. Güller yine içildi, ben yaxşı yaşavatmam. Derdim tökmey işkimge, düştüm yine beygige. Ben yaxşı yaşavatmam. Ketdi o rahimsiz kısmet, kalbimge yağdı nur hikmet. Kadrimdin yok atmay kıymet, ben yaxşı yaşavatmam. Kadrimdin yok atmay kıymet, ben yaxşı yaşavatmam. Asligim yok şu çağlani, çin kucaklayma armanni. Asligim yok şu çağlani, çin kucaklayma armanni. Ensir etmey atanamni, ben yaxşı yaşavatmam. Ensir etmey atanamni, ben yaxşı yaşavatmam. Ben yaxşı yaşavatmam. Qarşalımız, hoş gelipsiz. Neyim degen çıraylık bir nakşa bu deymey. Bu üzümden icadi nakşi. Obraz vekildiki nakşa öp ketdi endi. Toğra, hammayla yaxşı gördüğün, yaxtırıp anlaydıgan, aldı bilen körmenlerimizge, ustazlarımızga salmağınız yetemsiz. Naq maydandaki barlıq görülmen dostlar, ustazlar, muş vaqtınlar xeyirlik bolsun. Ben Maytaq diyardan kelgen Hasancan Muxtar bulumen. Rahmet. Hasancan Muxtar qarşalımız. Hasancan mı? Ras hazır van xon bop boldyjymı bizden tordaşlarımızdan arasıdaki inatı intan yuqori Hasancan malım dep atap ketidi texi. Hazır Hasancan desem çıkarım bilmeydi o. Ayşen degendikken çünkü ben ele qıcıq programlarga, muşu taxallus bilen
natijalarni olgan ekan. Torladimi izchil shu bir xil taxallus bilan elib mangan şunlaşqı şu və işin Ayşən deganni şu bək isində tutubdu. 外星人爱山江，onda bo'lsa 外星人爱山江. Mushu Chboda naq maydonda bevosita tarqitish ilib borgan vaqtingizda asosan o'zingizning ijodiyatlaringizni o'rinlamsiz. Chboda naqshi muzika har tarafdan bor. Har tarafdan. Hozirchi pintozlar qanchalik bo'ldi? Hozir pintozlar hamda cho'ng hisoblab kelsak biri. Butun tor dunyosini hisoblab kelsak, bir chishvan chiqdi. Do'yinda hamda bir 100 ming bo'ldimi-ki? Bir 100 ming bo'ldimi-kin deb bir xilliqi 100 ming degani bak, osonli davlat ekan 100 ming, 200 ming, 300 ming deb. 100 ming oson emas, Hasanjon. Ras oson emas. Ras. Shu pintozlarni to'plash uchun voy, ele shpin tatfaqma. Ba'zan bir shpinlarniki jawdusi yaxshi bo'lmasa, qo'ng'ishan bo'lmasa, bu sifatniki shpin sifati yaxshi bo'lmaganki, u tuyg'onga chiqishga ta'sir etar emasmi? Chiroqlarni tangshab, anamdikin o etib bo'lgan naqshining nari xato bo'lib qolsa, yana qayta-qaytadan etib naq maydonlar lo'liq qilib qilgan ekan. Shunlashqa shundaq shpinlarni chiqarib shunda bir pintozlarni akilish intayin bir Çapalik jarayon bo'ldi-da. Qancha yil jarayonda 100 mingga chiqdingiz hamda do'yingdagi fansini tushirish 100 mingga chiqishga 100 mingga chiqishga bir 3 ay ketdi. 3 oyda yilni ishlatib ketibdiman men. 3 ay ketdi. 3 oy jarayonda 100 mingga chiqdi. Unda bo'lsa, asosda yana o'rlab mangdi-da. Oson emas Hasanjon. Hammamiz sizni intayin suyunyapmiz, faxrlanyapmiz. Meningcha xosiyatlarim bilan Keremjon menga o'xshash hissiyotda. Anglab boqaylik hozirgi ta'sirotlarni. Hasanjon yaxshimisiz? Yaxshisiz. Men tex naqshingizdan chiqib bo'lamadim. Rahmat. Siz yaxshi bir san'atkor ekansiz, yaxshi bir ijodiyatchi ekansiz. Texmi ko'plab mushtaq ijodiyatlaringiz chiqdi axchan. Hamda rost gap qilsam, shu men yaxshi yashayapman degan shu ijodiyat naqshining tekisini shu Adila muallim yozgan. Biz shu dastlab ko'rishgan vaqtda bir qor tafsiliy hikoyalarimni bilib, men sana bir teksiz biraysan, o'zing bir axansab ijodiyat qilib baq degan. Bu naqshi hamda Wang Yundimi Huangjindan Chujangga erishib bir yilning ichida chibayman bu fanglang bu ketibdi-ku. Shuning bilan hozir bu tunji ijodiyat yaxshi ketgan ekan. Bu ikkinchi ijodiyat hamda shuning bilan bir tang va yoki buningdan yaxshi bo'lish kerak. Shuning shu ijodiy maqsal bisim bo'lib qoldi, jo'ros kelib qilsam. Tirishib qilyapman yaqinda hamda qilib qo'ygan bir naqsham bor, patarda chiqirmay. Ajib yaxshi. Men naqshingiz jo'liqid. Men yaxshi yashayapman. Nurg'un odamninki digisva diyemayotgan, ifodalayotgan bir yurak so'zni ifodalabdi. Abayingiz men chiqamadim bu naqshidan. Sizningmi yurkingizda shundaq bir o't bor ekan. Men to'r sohasin desak, siz allaqachon halqib xil bir yer berib bo'psiz buningda-chu. Endi shu o'zingizdagi san'at jihatga alayligingizni birlashtirib, yana davomli texmo tirishsangizlar bo'ladi ekan sizda ortiqchilik bakchiqga, shunlashqa odamning qalbi go'zal bo'lgandan keyin hamma go'zallik uni besib tushamaydi. Sizning qalbingiz bak go'zal ekan. Texmo yaxshi ijodiyatlar maydonga kelsin, saqlaymiz. Hasanjonning yaqin og'inisi. Muhim salohiyatni unutib qoldik-a. Biz ağın oqağılımı 4-5 yıl yakın onda uzun boğan buluş mümkün. Ben tunca qıtım Hasanjonning şu gitar çalıp naqsh etqanini ko'rib nayt qayil boğan. Şahsen men çalanmayman gitarni-chu. Hasanjon chek çalanmayman. Bu ağınamning ovozi shundaylik odamni o'ziga tortadigan bir ovoz bor. Hissiyat yaxshi, naqshini yaxshi aytadi. Anda mijozimi yaxshi. Uningdimi bak qo'l qo'ydigan yerim. Bu ağınam xo'shalli turdi-da. Sen balangiz chiroq yiqildi. Addash Nishqotsa deb bir xil. Kunda xo'shal. Xo'shalla buni bir kayfiyat tushkunlashib qilib gap qilib qo'yim. Adash nima qotsa, men naqsh etgandim degina desam, men jinimda adash sal kayfiyatim nachar. Lekin mag'inamning ash kutrangi har qachon bir jingshin, hozir men to'rdim moda bo'layotgan jingshin degan holatga, jonliq holatga ben şu obrazni bek suyma. Kunda bahar desek bulduk endamsa. Hem de abay ijadiyatning gibi çıktı. Bilib bilmay bir yaxshi naqsh ijod qilib qo'yib, uni keyin besib pishmak taslishib ketdi-ki. Men bu yomg'ir degan naqshini hozirgacha besib tushamay,
Hak Keremcan sizin yağmur degan naqşınızdaydı. Ben o naqşıdan keyin 12 naqş çıqırıp buldu. Yani şu yağmur mı? Aşının yetmeydi. Aşta bu qaldı Hasancan'da biz hozircha yali qilmay tursak bu Bilsin bermeydi ya. Men yaxshi yashayapman degan naqshni aytib qolgan vaqtida bir kuni undan yaxshi naqshdan birini ijod qilib bizga sunudi. Bu ag'inamning ishlari bundan keyin texim yaxshi bo'lib ketdi yiningda. Biz ba adash davomli bizning kayshin go'rimiz bo'lmoqda yashig'in. Seni suyamiz. Dostluqlarga köz tegmisin. Hamda Hasancan bayağı dediniz özünüzün şu naqşı o'rinlashdagi alaylıqınız bilan kunda bu jarayonda bizning mestanlarımız bilan yüz görüşüp turibsizda. Hamda bizning bir bosqichimiz bor, o'zingizmi ko'rib o'tdingiz hamda Jibo dayxo qilib baqdingizmi? Şu ben qıpaqmagan işte bir seçim şu. Mushi qilib baqmagan, faqatli qilib baqmagan. Ben şu Jibo'da xo'ga men qiziqman. Nemişqa desangiz hamda qalbimda bir yeşim var meningcha. Mening bayatim hamda sunnat bilan bog'langan. Bu cho'qim tashlanib ketmaydi. To'g'ri. Ammo buningdan sirt mening o'z oldimga bir igilik tiklaydigan, işte korxona qiladigan, işte mallarni tashviq qilib mishtaq bir qarindoshlarga sunadigan mishtaq bir arzuyum var. Yaxshi. Unda bo'lsa shu arzu armonlarni amalga oshirishning tunji qadami bugungi bizning darajadan tashqari to'g'ri cho'lponlari programmamizda bo'lib qoldik. Qani, o'zingiz eng yaxshi ko'radigan chalg'u asbobni tunishtiring. Chuqum gitarni tunishtirasiz deb o'ylayman. Akıl ketgan. Şu gitar tunishtirami? Bo'ldi. Qanchalarni ham bilmagan ekan. Yaxshimsizlar do'stlar, men Hasanjan bo'lman. Bugun shu Jibojonga alayda bir gitarni tunishtirib keldim. Bu gitar bo'lsa, o'zi Yaponiyada ishlangan Yamaha markali gitar bo'lib, buningki yog'ichi Meiguimuda yasalgan. Bu Meiguimuningki yana bir xususiyati nima deganda, shu Shinjongninki havo kilometri odatda bir qurg'oq keladi. Shunlashgan shu chalg'u asboblar, masalan gitar uzoq muddat bo'yan qilmasa bo'yliq mayma qilib qolgan ishlar borchi buningki. Shunlashqa bizniki shu Yamaha markali Meiguimuning gitari bu uzoq mazgil chidaydi. Onun ustiga buningki bahasi intayin muvofiq bo'lib, buning tarixi intayin to'van. Shu yeng o'rganguchilar shu padini boshqa vaqtda qo'llari og'rimay shunda yaxshi bir to'yg'ularni elib keladi. Shunlashqa shu gitarga qiziqsangiz, menga xat yozing. Nech pul? Buldigan yeri. Asli 888 koy. Bugun xoding 598 koy. Yani tushkul bo'lmamda. Bir gitarning qepidan birini so'qib birman. Yaxshi, yana nimsa o'qilamiz. Bo'ldi. Yetarli. Endi paper olib ketdi. Ya so'qlayli biranas. Zahmak. Vaqt to'shdi. Yaxshi. Hasanjandan tunishtirishim pek o'zgacha bo'ldi. Ham mening rasmiy situagim keldi. Balamga bir gitar olib berish o'yin batchi. Hasanjan tunishtirgan gitar bulamdi nima? Uni o'siba qimmat emasga deb. Shu hozirlikda jiq gitarlarning tarixi pek egiz. Shunga shu yangi o'rganguchilar tunji o'rgangan vaqt barmoqlari og'rib cho'chdik, voz kechdi. Amaliyotda bu gitardagi masalachi. Sifatli gitarlarning tarixi to'van bo'lib, u tutganda uning quli ancha og'rimaydi. Uning ustiga ovozim shunday Meiguimu bo'lgandan keyin shunday yaxshi chiqdi. Undas men sitolay ya shu gitarni ya. Bulamda hachada yo'q. Undas ustozlar. Qani. Hasanjan yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Qarasam, Hasanjanda hech qanday finsiz yig'ish to'g'risida boshqa cho'ng masalam yo'q deb turdi. Chunki intayin kirishib bitibdi bu ishqa. Kunda mush bir ish bilan mashg'ul bo'ldik-ku. Endi san'at sohasida haqiqatan ortiqchilik bor ekan. Bo'lmasa ortiqchilik bo'lmasa, biz tushunmaymiz san'atni. Necha ming agashkisini yig'ib bo'lmaydi. Bayatini Hasanjan dedi, men tez bivas ko'z maskilamanmi dedi. Maskilib uytab ketadi ekan baya ko'rdim. Voy uytabli ketdi rasmiy. Başlarını dıqtadım tatalayotgan, başlarını şu vaqtga jiching deb qo'yamiz, hali qizg'inligini qo'zg'alaydi-ki. Mana men setib oldigan bo'ldim bu gitarni. Amaliyotda iste'molchi nima setib oladi bo'lsa, hargiz mahsulot setib olmaydi. Dal mahsulotning keyingi qaynoq hissiyatini setib oladi. Qo'limizda pochtaldan bir narsa kelsa, ashini ochiqich ko'zimiz to'dlab ketadi, qochilni vash qilib. Nima uchun bir qaynoq hissiyat bor? Shu narsani baqila oladi-ki Hasanjan. Demak, eng chong ortiqchiliklar borki, shunda jariy qildi usulam. Maqolada Allah burun nurg'un agash kishilar bor. Ashin tez suratda
paydalana olay deb qarayman. Hasanjon yaxshimisiz? Yaxshisiz. Intayin tirishchan ham irodalik ekansiz. Boya mol sotqa vaqtimi men dastlabda degan to'g'ri tunji qatim setib yiqishim degandan keyin tunji qatim qandaroq bo'ladi desam mening kutgunimdimi yaxshi qilib aytdingiz. Demak siz qo'shiqdarlik ekansiz, san'at jihatim talantingiz bor. Demak mol sotsangizmi men ishondim. Nayt yaxshi setib bitalishingizga. Bayam sizning naqshingizni bek huzurlandim. Naqshingizni anglab etib, men o'zimning 2000-yillar, yani 6-7 yillar ilgirki Urumchilik o'zim yolg'iz yashayotgan vaqtlarim esimga keldi. Shunchalik bek huzurlandim, rahmat. Bugun sizdan yana bir narsani men o'rganib oldim. U bo'lsin nima desangiz, odam faqat o'zini o'z haqiqiy so'ygan vaqtda, o'zini o'z qabul qilgan vaqtda andan keyin o'ziga bo'lgan ishonchisini o'zi beradigan vaqtda hech qanday ish unga nisbatan qiyinchilik tuyulmaydi ekan. Muborak bo'lsin sizning mushtaq shunday bir yangi holatda yashayotganligingizni ko'rib men bek suyundim. Bundan keyin ishlaringizning texnik utuqliq, muvaffaqiyatli bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Siz cho'qim bundan keyin agar chiboda qo'llushanga mangmoqchi bo'lsangiz, meningcha night tezli muvaffaqiyat qozona olasiz. Rahmat. Qani ustozlar, amdi chiroq yandırdigan bosqichimizga qadam qo'ydik. Hasanjon uchun chiroq yandırmoqchi bo'lgan ustozlarimiz qaysilardir? Nurmamat Malim. Bayatın Hasanjon bir gapni qildi. Men bir igilik tiklisam, men ancha mushtarab qarab mansam deydi. Yana negizlik yerini tutib oldingiz. Endi agar igilik tiklash ayna ideyasi bo'lib qo'yib qolsa, ash markalardan tatib og'izib, qaysi yo'linishda, qaysi qiziqish bilan ishni biriktirib, endi men yetaklashni xohlayman. Endi ko'nglimdagi gapni qilsam, abay mushu mayirlar, mishada san'atni o'ziniki iqtidorini joriy qildirayotgan vaqtda men mushu muallimlarniki gaplarini to'liq anglatmayman. Rost gap qilsam mening sizning tanlig'im bor-da. Mana nima ish qilsangiz, endi men hozir bu igilik mal setish bu yana bir masala. Endi igilik tiklashning oldida bu hozir men bir quruq bir qog'ozchi. Şunlaşqa siz abay bir neçə gaplarni shunda yaxshi qilgan, mushta igilik tiklash, mushtarabdagi yo'linish, mushta güvenli çın, mushta jiq odamlar bir karxonlar bilan hozir hamkorlashib ketib borman. Shunlaşqa men mundaq narsalardan foyda olib kelalayman degan shu gaplari abay yodimda qolgan. Naq yurak tegdi-da, shunami ha. Shunda yaxshi bo'ldi. Mana o'z tanlamoqchi bo'lgan ustozimni Hasanjon tanlabdi. Bek yaxshi bir tanlash bo'ldi. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Rahmat. Seni de bilgine kız, hamra bulup yanımda yürügine kız. Kollarımda su birey içkine kız, bana karab çiraylık gülgine kız. Bana kıyaba kız sen kiçkine kız, lekin yirak kaçı sen kiçkine kız. Melimizden ötsen şunçu mağrur, kimni yaxshi göresen aytqina kız. Melimizden ötsen şunçu mağrur, kimni yaxshi göresen aytqina kız. Avarım seni de bilgine kız, hamra bulup yanımda yürügine kız. Kollarımda su birey içkine kız, bana karab çiraylık gülgine kız. Karab çiraylık gülgine kız, aşığımdan dehliya gül yüzünge.
Bana qarab chiroyli kulgina qiz Avarım seni deb bilgina qiz Hamra bo'lib yenimda yurgina qiz Qo'llarimda suv beray ichgina qiz Bana qarab chiroyli kulgina qiz Gece aylardan so'rab seni Gündüzleri güllerden purab seni Uzun gece aylardan so'rab seni Gündüzleri güllerden purab seni Aşığımdan ahliya gül yüzünge Bana qarab chiroyli kulgina qiz Aşığımdan ahliya gül yüzünge Bana qarab chiroyli kulgina qiz Avarım seni deb bilgina qiz Hamra bo'lib yenimda yurgina qiz Qo'llarimda suv beray ichgina qiz Bana qarab chiroyli kulgina qiz Avarım seni deb bilgina qiz Hamra bo'lib yenimda yurgina qiz Qo'llarimda suv beray ichgina qiz Bana qarab chiroyli kulgina qiz Avarım seni deb bilgina qiz Hamra bo'lib yenimda yurgina qiz Qo'llarimda suv beray ichgina qiz Bana qarab chiroyli kulgina qiz Şinjandagi her millat hanım kızlarımızdan alqışıga erişken fancy tibbiy asrash buyumlari programmamızning tajdorligini o'z ustiga olgan. Abida tabiiy mineral suyu programmamiz bilan alayda hamkorlashgan. Huzur to'ygi suti parashugi, huzur to'ygi suti atganchi, huzur o'shki suti atganchini ishlab chiqargan Urumchi hayot sherkiti programmamiz bilan alayda hamkorlashgan. Xinjiang Fanxing madaniyat tarqitish shakli sherkiti programmamizni ishlashni o'z ustiga olgan. Eng kasbiy bo'lgan qisqa video to'rda naq maydon bevosita ko'rsatib, mal setish to'g'risida hamkorlashmoqchi bo'lsangiz, Fanxing madaniyat tarqitish shakli sherkiti bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Endi sahnimizga chiqmoqchi bo'lgan mayirimiz kimdir? Diqqatinglar, davomli ekranimizda bo'lsin. San'at mening ruhiy ozuqim. Usul bilan hayotlik safarimni ma'nolarga to'ldirib kelyapman. Men Munira. Tanlash va tanlanish kishilik hayotga cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Bilib bilmay qilingan tanlashning ochiq va tatliq mevalari mening kelgusiga texmo ishonch va umid bilan beqishimning sababidir. Mening do'yin supisida tarqatayotgan yangicha mazmunliq va aktiv energiyalik har bir qisqa video mening hayotga bo'lgan ishtiyoqim va mastanlarimga sungan sovg'amdir. Men darajadan tashqari to'r cho'lponlari sahnasiga eng kasbiy bilimlarni o'rganib, texmo ko'p mazmunlarni ko'pchilikka sunish uchun keldim.
mu sen kava Bu dünyada var mı sen hayat Yüreğimden tanlavağa yarım sen Yüreğimden tanlavağa yarım sen Samaverge çay koydum Munira, unda saldı bilen bizden ustazlarımızga, ekran altıki görmenlerimizge salımınızı yetkizip yetemsiz. Ma'qul. Suyumlik ustozlar, aziz ko'rgan do'stlar, mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Men Munira Abdulladin, hammanglarga o'tliq salom. Salam, sizga salam. Hozir nima kasb bilan shug'ullanyapsiz? Hozir shu korxonada ishlayman. Undan ishdan sirqi mush o'zim shu to'yinga qiziqadigan bo'lgandan keyin, endi o'yinig'ili 2 oy bo'ldi. Ishdan sirq u ish bo'sh qilsaqmi o'tib ketadigan bekor vaqt. O'zimiz ham yaxshi ko'rganmanda ishqi nima qilsak hozir ahamiyatli deb qarayman. Shunga 2 oy bo'ldi hozir. Endi yig'indan boshlagandan keyin Fınsırımı bək çıxamaz. Qancha hozir? Hozir endi 20 ming. 20 mingmi oz emas, menimcha xiljiq pintozunuz bor ekan. Endi sizningki shu do'yinda asar yo'llamsiz yoki jibo naq maydon bevos ko'rsatamsiz va yoki PK qilamsiz? Qaysi shaklda? Dastlabda men o'ylaqib ovoz do'rashni nim qilib baqqan, qiziqarli qilib shpinglarni payla qilib baqqan. Lekin orasida mening usul o'ynagan shpingim bekara qilib ko'rinarlik bo'ladi. Olqishga erishdi-da, to'g'ri. Hozir shu asosli qanday usul tarafga damdiq, ash tarafga nim qilib, andan hozir PK degandek nimsini o'ynab qilyapman. Endi shu yondan 2 oy jarayonida o'zim o'ynab biralik o'zimga bo'lgan nimasi bor-ku, shu mal sotadiganga yo'tkilaymi deb o'ylanib tursam, endi o'ylamagan yerda bir fursat bo'lib qoldi. Undan talaylik his qildim o'zimni. Shu qatnashib, andan bo'lsa, mustaq narsalarni mallarni chiqaradigan qilib qilsam yaxshi deb mushtarabga yo'tkilay deb o'yladim. Men uning oldida mustaq odat PK o'ynab, bunday qilib qiziqarli o'yinlar deb o'yindan endi 2 oy o'ynabdim. Haqiqatan mening topgan maoshimdan yuqori, lekin anchalik bir ko'rinarlik menda o'zgarish bo'lmadi. Menda o'yindan eshitdim, menda bir ilgirlash nasib bo'lmaydi ekan. Shu hozir hech nima o'rganamayotganda shunday ashta bo'lgan ekan, shu yo'tkilay deb o'ylashyapman hozir. Qo'ng'shulik bo'lganda unda bo'lsa, shu masalan hozir Munira to'yin o'ynayotqili 2 oydan eshibdi. 2 oy jarayonida hozirgi pintosning soni 20 mingdan eshibdi. Faqat shu PK qilish orqali qancha hamda to'yinga ilqitoy shipping, kichik videolarni chiqarish orqali ham pintozlarning sonini chiqaytibsiz. Endi lekin siz teximavun to'rda naq maydonda bevosita mol setish bosqichiga o'tmadingiz. Yo'qdi. Buning bir jarayon bor deb o'yladingizda. Lekin hozirmi mush natijami bir ko'rinarli natija deb o'ylayman. Bizning hamda cho'lponlarimiz, ustozlarimiz nima deydigan anglab baqaylik. Balkim siz o'ylamagan yangi bir tajribalarni, yangi bir nuqtalarni shayraklab berish mumkin. Usulni bək chiroyli o'yindingiz, o'zingizni bək chiroyli, mehringiz issiq. Endi bundan burun do'yingda jibo qilib baxmabsiz. Bugun bək yaxshi kelibsiz, bu sahnani bək yaxshi tanlabsiz. Mana sizga loyiq, siz xohlagan, siz umid qilgan narsani sizga bera oladigan ma'lumotlarning hammasi bor. Bugun eng yaxshi savollaringizni so'rab, o'rganmoqchi bo'lgan narsangizni ma'lumotlar sizga yaxshi o'rgatib qo'ydi. Sizningki jibo qilib baxmay turib Endi o'rganishga kelibsiz hisobda. Cho'qim bugun yaxshi bir ma'lumotni tutib olsangiz, bundan keyinki siz yetmoqchi bo'lgan nishonga yeta olasiz deb o'ylayman. Tirishing. Ma'qul, rahmat. Mana sahnamizda chiroyli usulingizni ko'rdik. O'zingiz nima kasb o'qigan? Sho'chancha o'yi. Sho'chancha o'yi, yasli. Yasli ma'rifi, ha. Yasli ma'rifi bo'lsa, sizlarga usul o'rgatdi, ha? O'rgatdi, shuni chiroyli yaxshi o'ynab berdingiz. Shu sahnamizda o'zingizning jasorati bilan qatnashib, yangi bir natijalar uchun qadam og'ili keldingiz balkim. Bu sahna bir yangi boshlanish nuqtasi bo'lib qolgusi. Ikkinchi bosqichda, ya'ni ekranimizda sizningki bizning shu bevos ko'rsatish maydonimizda o'rinlaydigan mazmuningiz bor. Ya'ni Joskin holrang aloy teri namlashtirish, rohatlantirish yilimi. Tayyorligingiz bormi? Bitdimi? Bitdi. Bo'ldi. Qani, bevos rayonimizga marhamat. 嗨，大家好，我是你们的朋友美娜，欢迎来到我的直播间。今天呢，就是我想跟大家聊一聊你们印象当中的芦荟胶是什么样子的呢？那大家肯定都统一想到是绿色的，对不对？那么你们见到过粉色的芦荟胶吗？来，我们可以打开看一下，就是这个粉色真的是让女生很心动的一款颜色，而且它一打开。 不灵不灵的，就像果冻，我好想尝一口。
一般呢，就是芦荟胶，我不知道，就是广告上有很多次，就是可以美白消炎，怎么样，就是广告多了，一个产品它只有几个功效，然后完了，我们的这款芦荟胶呢，可以用到日后修复皮肤，缓解皮肤就是降温的效果，然后。有时候，尤其是春秋这个季节，皮肤特别容易干燥，对不对？所以我们可以用它来晚上就是厚涂一层的话，真的特别的润。你们可以看一下，厚涂一层呢，它们就可以是睡眠面膜；薄涂一层的话，它可以是我们的面霜，然后很好的可以起到一个保湿的作用。然后就是价格，只有今天在我的直播间可以有优惠的。价格只要69米，那大家我们的链接上好了，赶紧上订，我们上小黄车了，大家准备好抢了吗？ Vaqt ochdi, Munira, rahmat. Munira qadara hazır hissiyatınız? Bo'p qoldi. Bo'p qoldi. O'zingizning sahnaga chiqishdan burun o'ylagan holatingizga keldingizmi yoki orliq bor deb o'ylamsiz? Orliq bor. O'xshamaydi, yana sahnadan surbaymizmi, singlim? Bizning hamda cho'lponlarimiz, ustozlarimiz nima deydigan anglab boqaylik. Sizni bir ko'ribla hamma odamning umriqligini keltiradigan bir tatliq, umoq tarbiyangiz bakabek, mehringiz issiq. Andan sizdan ajoyib bir tirishchanlikni, astoydillikni ko'rdim. Mushu tirishchanligingiz bilan, astoydilligingiz bilan men ishlaman cho'qim o'zingiz shu G20 xizmatingiz bor turib yana kirishibsizmi shu jiboday xo'ga yaxshi natija chiqara oladi deb o'ylayapman. Sizning shundoq mushu soat bir uzib chiqqingiz bormi? Bor. Yaxshi. Demak, ajoyib bir tirishchanlikni ko'rdim men sizning vujudingizdan. Astoydil qilgansiz bir ishlarni. Cho'qim qila olasiz. Rahmat balim. Usulingizdan shunda huzurlandik. Endi shu usul bilan siz 2 oyda 20 mingdek finsini qo'l keltiribsiz. Bu intayin yaxshi bo'lgan bir natija. Yangidan boshlabchi. Endi o'rningizni belgilab olibsiz. Usul tarafdan taraqqiy qilishni, usul orqali masalalarni o'zingiz qabul qilishni. Endi siz do'yinlam o'ynatibsiz. Endi bizga Van Hong deganga barliq to'rlarni o'z ichiga oldi. Nurg'ul odam do'yin deb qarab qoldi ekan. Mana bu qisqa video ishlaydigan davr. Qisqa videoni ishlab olsangiz, havzanga qilamsiz, shipping hol deydigan narsa chiqib yotadi. Shunga o'xshaydigan nurg'un pintaylar sahnalar bor. Shuni hammasini o'rtaq o'ynayvering. Chunki birlam tatib olamizda bu qisqa videoni. Demek hammamizda o'zgarishli funksiyalarni yig'alaysiz. Endiki bu jibo qilgan vaqtingizda izchillik bo'lsa. To'g'ri. Bugun qilib qo'yib, yana bir haftadan keyin yo'qolib ketdi, menda qilmang. Endiki men qisqa videolarni chiqarganda bu shunday bir qarallik, menda yo'qolib ketadigan, basqani keyin bes chiqaradigan, unda qilmay hamma narsani menda bir yo'quylikda, menda bir qonuniyatlik holatda chiqarishingizni taklif beraman. Siz hozir do'yinda asos jihatdan usulingiz orqali funksiya yig'ib yetibsiz-ku? Siz kelgusdagi maqsadingiz nima? Mal setish. Masalan, nima setish? Kiyim setish. Kiyim setishmi? Hozir sizning kelgusdagi maqsadingiz usul kiyim setishmi yoki odatiy kiyim setishmi? Yo'q, odatiy kiyim setish. Odatiy kiyim setish. Lekin siz usul o'ynagan vaqtda odatiy kiyim bilan o'ynamsiz yoki usul kiyim bilan o'ynamsiz? Odatiy kiyim bilan. Undan yaxshi. O'zingizga bergan tingmayman ayt yaxshiga ishlaringizning utuqli, muvaffaqiyatli bo'lishini tilayman. Rahmat balim. Rahmat. Hozir bir ustozlar o'zininki shu to'g'riga nisbatan shundaqla sizningki shu qisqa tushuntirishingizga asosan taklif fikrlarni berdi. Ikkinchi bosqichliq bevos setish mahoratidan keyin qaysi ustozlarimiz bizning Munira mahirimizga chiroq yondirgandir? Men Ubul Hasan muallimni tanlayman. Hozirgi hissiyotingizni anglayman. Bugun shu fursatni bergan menga misha kelganimdan intayin xursandman. Andin tuvandagi muallimlarning gapini yodimda tutib, keyin davomli tirishib bundan keyin muallim bilan texim yaxshi bo'lsa, hamkorlashib men o'rganadigan narsalar bo'lsa, teximi yaxshi o'rganib, endi texim yaxshi qadamlarga olsaq deyman. Tirishaylik. Rahmat, rahmat. Şinjan'daki her millet hanım kızlarımızdan alkışıga erişken fancy tibbi asrash buyumları programımızın tajdarlığını öz üstüge algan.
Abida tabiiy mineral suyu programmamiz bilan alayda hamkorlashgan. Hozir to'ygi suti parashugi, hozir to'ygi suti atganchi, hozir o'shki suti atganchini ishlab chiqargan Urumchi hayot şirkati programmamiz bilan alayda hamkorlashgan. Xinjiang Fanxing madaniyat tarqitish shakli şirkati programmamizni ishlashni o'z ustiga olgan. Eng kasbiy bo'lgan qisqa video to'rda naq maydon bevosita ko'rsatib, mal setish to'g'risida hamkorlashmoqchi bo'lsangiz, Fanxing madaniyat tarqitish shakli şirkati bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Endi seknimizga chiqmoqchi bo'lgan mayirimiz kimdi? Diqqatinglar, davomliq ekranimizda bo'lsin. Men Ayzuhra Ahmed. Bir jo'p qilim orqali xonim qizlarimizning go'zalligini texmo kasbiy, texmo yorqin qilib kelayotgan Girimchik. Ali maktabni sestralik kasbida bitirgandan keyin men o'zimning o'tdak ishtiyoqi turkisida Girimchik bo'lishni tanladim. Raqobatga to'lgan turmushimni texmo rangdor qilish uchun to'r sodasini qo'shimcha qilib elib mandim. To'r sodasi qilish va amaliy do'kon etish jarayonida az bo'lmagan qiyinchiliklarga uchradim. Lekin bosh egmadim. Men darajadan tashqari to'r cho'lponlari sahnasiga kasbiy bilimimni texmo yaxshilash uchun ham layoqatli bo'lgan Girimchik, ham layoqatli bo'lgan to'rda naq maydonda ko'rsatib, mol setish riyosatchisi bo'lish uchun keldim. Aka, bula. Qadamlar, marsh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ey, buning bo'ldi. Boshlang'ich bolalarga parad o'tishni o'rgatsa deb aytgandim. Bu nega kelding meni? Ro'qa. Oyliqi. Moy qaranglardi kilqi. Chiroyli qizlar o'psotdi qo'yadi. O, noxchiki ko'rinjatishim bakatqi. Vaydan, planımni buzdun-ku sen. Planımni buzdun? Senin planını buzdum ben. Ha? Ha kaçan? O'tgan-kidagilqi qo'shtamdan qizimni cho'kdan birini so'yab qo'ysam, qizi chiqdi, apsiq demasa, u gapni. Sayada qizingizni so'yab qo'ydi deb meni bir munch qahnaol sharmand qilgandek, menga bir munch qahnaol ekan meni sharmand qilaydi otamsa? Voy aka. Hada baqa nimaga kelding meni? Voy jum qara, mau darajadan tashqari to'rcho'lponlari qatnashadigan program. Ko'rib qolding meni? Pikachuman men, ha? Voy aka. Yolqin qani? Ha, yo'lchon qani? Voy u bundaq ishlarni qomlashtirmaydi, bilsan-ku. Undab qomlashtirmaydi. Ha? Uning mijoz bunday ishlar kamsa. Uning mijoz eg'ir demoqchimi? Uning mijoz eg'ir o'z, mening mijozim yengil degina miyada. Ha? Degina. Ha bu nimika? Naka bu? Bu qara, darajadan tashqari cho'lponlar qatnashadigan programga hozir 30 yosh kirgichi bo'yda qo'ytatsa degina. Men programga qatnashib, oltin nom chiqarib qolsang, chiroyliroq. Nom chiqamsam, pul tepishdan bo'lib qotasiz miyada. Men bago oshxonam chiqiblago, o'tlim shunda qarapago, Leyla chiqsa, bayman so'ma dapanji jomaji lozim, men pichokona kiro tafam va sanfatan Leyla, ya miyji xinramiz chaqsamlago, bir dam boshxonam bir min qo'yliq so'zlar kutdi. Bunda qilamisanmi? Ha, gipolgani qilani bilmasday boy. Nima? 30 oshtonimda. Voy, hozirgacha bo'ytaq o'tamsa, to'y qilmamsa. To'y qilishim bilan bu yana nima ishi? To'y qilishim bilan bu yana nima ishi? Televizor chiqsa, qizlar ko'rdi. Shuna birasi tegis. Olisa demoqchimi? Qo'y. Sen men kuyunib ketdimmi o'zing? Voy, mushta saranlig'ingdan qo'y, maktabdan tuzuk o'qimagansan. Saranlig'ingdan tuzuk aqlaqni yetitmadimmi men? Ha? Voy, aka. Qandan men sarangma? Qarama. Sarang deydimi o? Voy, aka, nim bo'ldi? Ajab ko'nglim keldimi ketdim. Voy, aka. Men sarang deb o'ynab kelma ko'zanlarga. Ha? Men qo'zatib vaqtimdan aytchi. 300 gram. Boshini ichib olganim baka. Qolganim qarsanlar saqlab qo'yman. Ha? Hey, sen sığınma düşmanımdan benim müşindan ya ekan meni mushtaq desam bulamda. Meni saralg'im oshkor desam bulamda. Voy, aka. Qo'yma ketma bo'ldi. Voy, aka, to'xtab tur. Qo'y. Shuni qil. Ah, Tinchachanning puli 15 minut ish ketdim, 6 ko'p pulni yetib hozir, ha? Ma'qul, xo'sh. Voy, pishdi. Ma oshxonam konsertlarning biqinidlar, oshxonaning tubida qiqaqallar testamaxonasi deb oshxona va qiyib qolgan vaqtlar paraslar qulam ko'ksimdajmi? Sen juda ko'zamdan. Hey, to'xta. Xush kelibsiz. Ayzikra qarshi olamiz. Oldi bilan ko'rmanlarimizga salomingizni yetkazib yetamsiz. Yaxshimsizlar, ekran oldidagi ko'rmanlar, yaxshimsizlar. Naq maydondagi ustozlar, hammanglarga mendan salom. Men Ayzikra Ahmed, mening kasbim bo'lsa, girimchilik kasbi bilan shug'ullanaman. Endi men bir to'rcho'lponmi emas. Men burun undidor savdosi bilan shug'ullandim.
Lekin mening kichigimdan tatib girim bo'lgan qiziqishim bilan o'zim undidor savdosini vaqtli to'xtatib turib, o'z oldimga girim kasbi do'kon ochdim. Do'kon ochib, amaliy do'kon shundoq Ha, amaliy do'kon ochdim. Oliy maktabda sestralik kasbida o'qigan uchun shu vaqtda maktabning faoliyatlari bo'lamdi. Ashta faoliyatlarda boshqalar girim qilib qo'yatdim qizlarga. Har qanday faoliyatlarda girim qilib qo'yatdim. Boshqalar bek yaxshi ko'radi. Anonki maktab bitgandan keyin men o'z kasbimni qilmadim. Qilmay shuning bilan to'y qildim. To'y qilgandan keyin men undidor savdosi bilan ayda o'ltirib shuning bilan shug'ullandim. Shug'ullanib, undidor savdom intayin yaxshi bo'ldi. Chunki men ilk burundan tatib girim qiziqqachqa boshqalar o'zi so'rab turib, men vakolatchi bo'lishni tanlagan uchun. Shu mahsulotlardan foydalanib girim qilsizda, masalan, qaysi xil rangdagi usuruqni sursangizlar, "Voy, ajab yarashibdi, men qancha ish numurli, qaysi marketga deblam intayin tez holda setib oldi shundami?" Shuningdan keyin men bir mezgil undidor savdosini shunday yaxshi yapmandim. Men boshqalarning vakolatchi bo'ling deb tashviq qilmasam, boshqalar o'zligidan men bir vakolatchi bo'lay deb nim qildi. Qirdan bo'ldi, ha. Shuningdan keyin men o'zimning yana girimga bo'lgan qiziqishim boshqalar girim qilishni yaxshi ko'rgan tufayli men girimxona ichishni tanladim. Undan keyin bu girimxona ochgandan keyin mening undidor savdom bir xil to'xtab ketdi. Nimishqa deganda chunki bir odamga girim qilsam 1 soatdan 1,5 soat atrofida vaqt ketadi ekan. Uni men telefon qaraydigan vaqt yo'q, faqat bo'lmaydi ekan. Shunda bo'lganki men savdamga do'konda xil yaxshi bo'ldi. Lekin mening undidor savdam bir oyda 30 mingdan mol chiqardigan vaqtlarim o'ta ketdi. Do'konda ozg'ina kirim manbasi bilan to'xtab qoldi-ku. Do'kon ochgandan keyin har oylik kirimingiz qanchalik bo'ldi? 5 ming atrofida bo'ldi. U undayliqi bek alaydi, unda undidor savdosi qilgandek ancha bek yaxshi bo'lib ketmadi. Chunki ijara bor, nurg'unligan ham biz o'ylamagan bir chiqimlar bor-da, shularni chiqarib etib, qulingiz qolib qolgan pul 5 ming qo'y. Ashtaq ahvol bo'ldi. Girim do'kondan kirayotgan pul bek chiq emaskan emasmi? Undidor savdosi bilan selishtirganda. Unda bo'lsa hozir gommida do'konni taqablar. Undidor savdosi bilan davomli shug'ullanish o'yingiz bormi? Men hozir uning bek o'ylab ketmadim. Men hozir do'konimdan sirt o'zimning tog'am ochgan to'r mulozimat chekli shirkat. U yerda ishlatasiz. U yerda maxsus kiyim motorlarga girim qilib qo'yish bilan shug'ullanyapman, ishdan sotqish. Men o'zim turib o'ylab qoldimki, men bir darsga qatnashib qoldim. Bir dars qatnashib, undan mana dedi bir o'qituvchi qo'yib, sizlar o'zinglar orzuyinglarni avval amalga oshirdinglarmi yoki pul tepib bo'lib, anandagi orzuyinglarni amalga oshirdinglarmi degan bir savolni o'tirib qo'ydi. Bu bilan o'ylab boqsam, men avval pul topmay turib, o'zimning orzusini o'zim yaxshi ko'radigan kasbni tanlayaptim-ku, girimchilik qilma deb. Lekin men uningda o'zimning odatga turmush iqtisodimni qamdigan bilan bir ravurus bir kuchab bir pul topqidek holatga yetmabdim-a. Anandagi burun qilib savdo qilgan vaqtimqidek yaxshi bir natija qozonmadim. Shuning bilan men bir programma qatnashib, andan keyin bir yaxshi ustozlarning men bir yaxshi maslahatlarni bersa, o'zim meni qaytadan bir yangi bir chiqish yo'lini topib olay demoqchiman. Endi bizning kasbiy ustozlarimiz deydigan anglab boqaylik-a, xosiyatida. Yaxshimisiz? Yaxshim. Itodni bek yaxshi o'yindinglar. Ariyani. O'qigan kasbingiz sestralikka, qilayotgan xizmatingiz girimchikka, andan keyin yana do'yin boshqarib o'tibsiz. Ashundaq turib yana qo'rqmay, nayta yuraklik bilan bir mayli itod bo'lsin yoki ariya bo'lsin sahnaga o'ynab chiqibsiz, bekjonliq ekansiz. Lekin keyingi paranglaringizni anglash jarayonida sizningki cho'qim bir boshqa echqalaydiganligingizni o'yladim. Siz abayqi savolni o'zingizga bek yaxshi qo'yibsiz. Orzuyingizni amalga oshirib bo'lib, andan keyin pul topdingizmi yoki pul tep bo'lib orzuyingizni amalga oshirdingizmi? Bugun mana shu siz erishmoqchi bo'lgan shu eng yaxshi savol ekan, bunga mening javob berishim hojatsiz. Mana bugungi sizningki erishmoqchi bo'lgan savolingizga bizning miyada o'tgan 4 ustoz sizga toza yaxshi yo'l boshlaydi. Siz baxayratli ekansiz. Bundan keyin cho'qim shunday bir to'salg'lar bo'lib qolsa, hargiz bo'shishib ketmang. Mayli qaysi kasbni qilishdan qat'iy nazar, cho'qim uningni yaxshi qilishga tirishsangiz, cho'qim yaxshi qilib keta olasiz. Rahmat. Rahmat. Ayzikram, mana itotqimo shundaqlar sizningki hozir qilayotgan kasbingizga, tirishchanliklaringizga haqida bizningki ustozlarimiz shunday yaxshi baholarni berdi. Endi ikkinchi bosqichga qadam qo'yamiz. Endi ikkinchi bosqichimizda bizning bevosita ko'rsatish maydonimizda mashg'ulot ilib boramiz ekranimizga. Nazar tashlaylik. Bevosita setish rayonimizda sotmoqchi bo'lgan mahsulotingiz bo'lsa, Derintan Hasan Sopini qiling, marhamat.
Yaxshi, sizlar mening bevosita ko'rsatishimga kirgan barliq do'stlar, men sizlarga hozir olib kelgan mahsulotim bo'lsa, Derinton markasidagi asal supun. Bu supunning alohidaligi bo'lsa, yuz terisini süzüldürüş, oqartish va yuzdagi har xil donixo'rak izi, ham tug'utdan qolgan dog' sapkunlarni yo'qotish unumi alohida yaxshi bo'lgan bir mahsulot. Bu mahsulotni kichik bolalardan tortib, cho'nglargacha oilada xotirjam ishlatalaydi. Chunki yana asalning intayin foydali taraflari intayin ko'p bo'lib, asalning purqi burun yallig'i bor kishilarga intayin mos keldi. Burun yallig'ining oldini ola-oladi. Bu mahsulotni ishlatib beqishni xohlaydigan do'stlar bo'lsa, menga so'z qoldirish orqali setib olsanglar bo'ldi. Chunki men bu shu hozir kompyuterning oldida telefon qaraydigan ishlarning ko'pligidan, shu telefonning radiatsiyasi ham kompyuterning radiatsiyasi orqali yuzga har xil dog'lar tushib qoladigan ahvollar intayin ko'p uchrayotdi xonim qizlarimizda. Shu bu mahsulotni ishlatish orqali o'zingizda ko'rilayotgan har xil teri masalalarga yaxshi unumga erisha olasiz deb o'ylayman. Bu mahsulotning purqimi intayin puroqliq, ham intayin yaxshi ish qilib, men shaxsan o'zim bek yaxshi ko'raman. Vaqtda. Vaqt tushibdi, Ayzuhra. Qani, marhamat. Qani, ustozlar, Ayzuhraga nisbatan taklif fikrlaringlar bor. Ayzuhra, yaxshimisiz? Yaxshim. Hozir men bayqasam sizda azroq chechalang'uliq bor. Butun diqqatingizni bir nuqtaga markazlashtirmayapsiz. Nurg'ullik odam nima uchun mag'lub bo'ldi bo'lsa, hargiz iqtidor masalasi emas, aql farosat masalasi emas. Nurg'ul odamlar qo'shib oladi bir narsalarni. Ketib berib ani qo'shib oladi, yana ketib berib yana bir narsa qo'shib oladi. Shunlar diqqat chechilib ketadi, zehn chechilib ketadi, yanchiq pul chechilib ketadi. Odat uftuq qazanish qanday bo'ldi bo'lsa, elish usulini qo'llanamiz. Elib tashib yutamiz. Burun cho'ng uftuq qazanganning hammasi burun qo'sh usulini qo'llanib vag'ach qilgan uftuq qazanmagan. Qaytadan dum tushib, o'rnidan turib tajribani yakunlagandan keyin ularni elish usulini qo'llangan. Uni tashib etgan, buni tashib etgan. Demak, siz cho'qim bir narsadan voz kechishni bilishingiz kerak. U voz kechishni bilishmi, yetildirish kerak bo'lgan cho'ng bir iqtidor bu. Shu. Endi bayatdan bir gapni qildingiz. Arzusimizga yetib bo'lgandan keyin, endi pul tepish kerakmi dedingiz-ku? Bu arzuga yetish uchunmi? Bu arzu degan narsa esingizda bo'lsin, hamma odamda xatolik bir narsa borki, arzu deydigan narsa yetadigan narsa emas. O arzu, umid deydigan narsa vujudimizni uzuqlantirib turadigan narsa bu. Muvaffaqiyat degan narsa siz qaror qilgan shu zamondan boshlanib yo'linadigan narsa. O yetadigan narsa emas, muvaffaqiyat degan narsa. Qaror qildingizmi? Shu vaqtdan boshlab yo'linadigan narsa bu. Muhimi bir yilda 10 ishni qilish emas, balki 10 yilda bir ishni qilish. Yana ustozlarning qanday beradigan taklif fikrlari bor. Yaxshimisiz? Yaxshim. Bizda bir gap bor, o'zing yo'l bilgan yo'lni dadang qo'yma deydigancha. Bo'lsa biz mumkin bo'lsa bir kasbni mazmun tutsak, cho'qim buningdan natija qozonqili bo'ldi. Degandek hamda bir kun uni qilib buni qilib yursak, her bir kasbning o'zguchilik cho'nqur izlanadigan yerlari bor. Hamda siz dedingiz, o'zim yerim satdim dedim. Keyin uydagilarga yordamlashib kiyim-kechak satdim dedingiz. Hamda bo'lsa, bir kasbni ching tutib, shunda vaqtingizda oxirgacha natijaga yetishga tirishsangiz cho'qim yaxshi bo'ladi. Hamda bu degandek hali kiyimga, hali buningga qilsangiz, hozir bulapmi tor davri. Bu sizning punktozlaringiz avop. Texmi bir narsani tushundirgandan keyin sizga ayqishida odamga jiq bo'ladi. Dastlab dedingiz emasmi? Undidarda shunday yaxshi savdo qilgandim, keyin amaliy do'kon ochib adam oz qoldi deb. Yana undan o'tgandan keyin texi uni unutib qoldigan shu. Bo'lsa, mazmun tutib bir ishni yaxshi qilsangiz cho'qim natija qozona olasiz. Men endi to'g'ri tushundiramay qolgan o'xshayman boya. Mundaq Ayzuhra. Ayzuhraninkini men bir tushundirib baqay-ya. Ayzuhra boshda mayli undidar savdosi bilan shug'ullangan vaqtdimi o'ziga shu mahsulotlarni girim qilish orqali sotadi ekan to'q. Bu bir halqiliq masala. Ikkinchisi, bu girim do'konini ochdi hozir. Obrazlaydigan o'rin. Bu yerdami quvvatqani, ya'ni shu hunar orqali boshqalar girim qilyotdi. Undidar savdosida o'zi girim qilish orqali nap yaratgan bo'lsa, endi shu amaliy do'konda boshqalar girim qilish orqali nap yaratadi. Endi Mavu tağısınınki şirketi bo'lsa-mu, faqat shu kiyim kiydigan modellarga girim qilib yetibdi. Endi to'g'rimi? Endi siz mushu jarayonda bevosita tarqitish orqali pul topmoqchi. Unda bo'lsa, siz do'yingda yoki mushu bevosita tarqitishda shishang bo'chu bo'lib, girim qilish jarayoningizning hammasini chiqaring.
Endi düşendik ha, şundaqmı? Ha, unda bolsa, ustazlar sizler mi düşendinglar? Endi çırak yandırsanlar boludu, ustazlar. Nur Mehmet malum. Ben Ayzöhre'ye çırak yandırışımdaki sebep Ayzöhre'ye bir fırsat verdim. Bu bilet belki Ayzöhre'ye nispeten intayın çoğun bir ehmiyeti buluşu mümkün. Tekrar bitirişiniz ümit. Rahmet. Rahmet sizge. Yigirma 8 kun jarayonida 0 desmeyden 20 ming pul topdim. Qo'rqmaslik, jur'atlik iqtidoringiz bor ekan, mushuning hammasi kasb. Cho'lga tashlab ham shu yerda bir savdo imperiyasi qurib chiqa olayman degan. Men mushu balda ashtaq bir ruhni ko'rdim. Bu seninki üzenge qo'l solanmading. Sen boshqa qo'l solanmaysan. 我想要更好的平台和更高的曝光度。你已经给他解决了这个问题。 Kadriye kızımız bana saat 2 oldu. Muşakçı yok. Kim kaynından qo'g'lab chiqib tomoq etib berdi jilim opa. Men shu bevosita tarqitishni bir qilib boqsam bo'lamdiki apa, javobingizni siz ko'rib bo'lgandek anglayman. Mushu sahna sizni bundan keyin ekrandan qo'rqmaydigan qiladi, hayrat qiling. PK qilsangiz öyle cubaci çıkıp kelish mumkin qarshi tarafingizda. 200 ming agesh kuchini siz yig'ib olib nima qilyapsiz uni? Beqiyotamsiz. Pul degan yomon narsa jinni musulga soladi. Teshib qildi. Yaxshi bo'ldi.